Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zelenskiy Polshadan olgan ordenini qaytarib berdi. Qrim bugun titradi. Urush boshidan beri eng kuchli hujumga uchradi. Qurbonlar bor. Endi eski mashinasini utilizatsiyaga topshirmaganlar katta jarima to'laydi. Italiya hech qachon yolvormaydi. Meloni Trumpni yolg'onchilikda aybladi. Azizlar, inshootingiz tayyor bo'lib, tom qismini qanday yopish sizni o'ylantiryaptimi? Buni bizda oson yechimi bor. O'zbekiston bo'ylab konteyner profilidan hamda zavod temirlaridan istalgan usulda naveslarni tayyorlab, tez fursatda hamyonbop narxlarda o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz ishonchli va sifatli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Zelenskiy Polshadan olgan ordenini qaytarib berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Oq burgut ordenini pochta orqali Polsha prezidenti Karol Navrotskiyga qaytarib yubordi. Bu haqda siyosatchi o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Navrotskiy ukrainalik hamkasbini mamlakatning eng oliy davlat mukofoti Oq burgut ordenidan mahrum qilgandi. Bunga Zelenskiyning Ukraina qurolli kuchlari maxsus bo'linmalaridan biriga UPA qahramonlari nomini bergani sabab bo'lgan. Ukraina prezidenti o'zining Telegram kanalida pochta orqali jo'natgan mukofot suratini e'lon qilib, buni tasdiqlovchi kvitantsiyani ham ko'rsatgan. Polsha prezidenti Oq burgut ordeni oddiy mukofot emasligini ta'kidlaganda, bu yuksak ishonch ramzi. U Polsha davlati bilan alohida bog'liqlikni va xalqqa bo'lgan minnatdorlikni anglatadi. Bunday ramz nafaqat xizmatlarni, balki jamiyatimizning poydevorini tashkil etuvchi qadriyatlarga hurmatni ham talab etadi. Shunday ekan, agar bu maxsus ramz Yekaterina II, Benito Mussolini va Gerhard Schröderda qolishi mumkin deb hisoblansa, Ukrainadagilar bu borada bahslashib o'tirmaymiz, deb yozdi Zelenskiy. U shuningdek Polsha xalqiga Rossiyadan mustaqillik uchun kurashda muhim rol o'ynayotgan qo'llab-quvvatlash va hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. Ukraina xalqlarimiz o'tmishining murakkab va og'riqli sahifalarini turlicha talqin qilinishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilish hamda 20-asrning barcha begunoh qurbonlariga munosib hurmat bajo keltirilishini ta'minlash uchun Polsha bilan o'zaro hamkorlikning barcha mazmunli formatlariga bundan keyin ham ochiq bo'ladi. Biz 2023-yilda Oq burgut ordeni aynan Ukraina xalqi va armiyamizga berilgan deb hisoblagan edik. O'shanda shunday deyilgandi. Bugun men ordenni Polsha prezidenti janoblariga yubordim. O'ylaymanki, kelajak ukrainaliklarga bo'lgan hurmatni tasdiqlaydi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Ukraina sobiq prezidentlari ham Polshaning ordenidan voz kechdi. Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko va Pyotr Poroshenko bunday qarorga keldi. Poroshenko Polsha prezidentining qarorini Ukraina xalqiga nisbatan noto'g'ri va adolatsiz deb atadi. Medvedev uni tabriklagani bejiz emas. Kreml har doim Ukraina va Polsha o'rtasidagi birlikni zaiflashtiradigan har qanday qadamni olqishlaydi, dedi Poroshenko. 1997-yilda Oq burgut ordeni bilan taqdirlangan Leonid Kuchma ham mukofotdan voz kechishini aytdi. U Ukraina va Polsha o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari saqlanib qolishiga ishonishini ta'kidladi. Viktor Yushchenko ham norozilik belgisi sifatida mukofotni rad etgan. Bayonotda orden ozodlik uchun juda yuqori narx to'layotgan Ukraina xalqiga hurmat belgisi bo'lgani ta'kidlangan. Qrim bugun titradi. Urush boshidan beri eng kuchli hujumga uchradi. Qurbonlar bor. 21-iyun o'tar kechasi Qrim yarim oroli urush boshlanganidan beri eng keng ko'lamli dron hujumlaridan biriga uchradi. Portlashlar deyarli butun yarim orol bo'ylab eshitildi. Eng kuchli hujum Kerch shahriga to'g'ri keldi. U yerda neft baza va boshqa obyektlarda yong'inlar yuzaga keldi. Rossiya tomoni ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lgan, yana 28 kishi jarohat olgan. Dastlabki portlashlar 20-iyun kuni kechqurun Sevastopolda qayd etildi. Keyinchalik Simferopol, Kerch, Balaklava, Feodosiya, Baxchisaroy, Jankoy, Sudak va Yevpatoriyada ham kuchli portlashlar sodir bo'ldi. Ukrainaning Atesh partizan harakati ma'lumotiga ko'ra, Fiolent hududida FPV dronlar qo'llangan va Rossiyaning ayrim mobil o't ochish guruhlari ham nishonga olingan bo'lishi mumkin. Eng kuchli hujum Kerch shahriga qaratildi. Shaharda ketma-ket portlashlar sodir bo'ldi. Zarbali dronlar ovozi eshitildi. Hujum vaqtida Qrim ko'prigi orqali harakat vaqtincha to'xtatildi. Keyinroq Kerch savdo porti hududidagi neft bazaga zarba berilgani va bir nechta joyda yong'in boshlangani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Quyuq tutun shaharning bir qismini qoplab, aholi uchun nafas olishni qiyinlashtirdi. Shuningdek, hujum oqibatida Kerchdagi ko'p qavatli turar joy binolaridan biriga ham zarar yetgani ma'lum qilindi.
Belogorsk shahrida ham zarba qayd etildi. U yerda kuchli yong'in yuzaga kelib, shahar ustida qora tutun ko'tarildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, elektr podstansiyasi shikastlangan bo'lishi mumkin. Hujumdan so'ng Kerch shahri va Jankoy tumanida elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qilishicha, tun davomida Qrim, Azov va Qora dengizlari ustida jami 239 ta Ukraina droni yo'q qilingan. Dronlar Astraxan, Belgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Rostov viloyatlari, Krasnodar o'lkasi, Adegiya respublikasi hamda Azov va Qora dengizlari ustida urib tushirilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan Qrim rahbari Sergey Aksionovning ma'lum qilishicha, hujum oqibatida fuqarolar orasida qurbonlar bor. Ma'lumotlarga ko'ra 4 kishi halok bo'lgan, yana 28 kishi turli darajada jarohat olgan. Barcha jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatildi. Vaziyat shaxsiy nazoratim ostida, dedi Aksionov. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Telegram kanalida Qrim ko'prigi yaqinidagi obyektlar, Kerchdagi neft baza, harbiy logistika tizimlari, shuningdek S-Turis havo mudofaa tizimlariga tegishli 4 ta radiolokatsiya stansiyasi va 2 ta panser majmuasi nishonga olinganini ma'lum qildi. Bu Rossiyaning xalqimizga qarshi shafqatsiz hujumlariga nisbatan adolatli javobdir. Rossiya faqat kuchni tushunadi va bizning uzoq masofali imkoniyatlarimiz tinchlik uchun xizmat qiladi, deb yozdi Zelenskiy. Endi eski mashinasini utilizatsiyaga topshirmaganlar katta jarima to'laydi. O'zbekistonda 2026-yildan boshlab ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo'lgan avtomobillarni bozor narxida sotib olish hamda utilizatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi xabar qildi. Yangi tartibga ko'ra ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan transport vositalari egalaridan bozor narxida baholanib xarid qilinadi. Avtomobil egalari bilan hisob-kitob qilish jarayonida 2 xil usul taklif etiladi. Yangi avtomobilning boshlang'ich to'lovi uchun elektron vaucher taqdim etish va vaucher summasini pulga aylantirib berish. Iste'molchi ushbu vaucher orqali O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi avtomobillarni imtiyozli shartlarda xarid qilish mumkin. Bunda vaucherdagi mablag' chegirma sifatida hisoblanib, qolgan to'lovni 1 yildan ortiq muddatga bo'lib to'lash imkoni yaratiladi. Shu bilan birga eski avtomashinasini o'z vaqtida utilizatsiyaga topshirmagan fuqarolarga nisbatan moliyaviy chora qo'llanadi. Ular yiliga bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida ekologiya kompensasiya to'lash belgilangan. Italiya hech qachon yolvormaydi. Meloni Trampni yolg'onchilikda aybladi. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni 19-iyun kuni o'zining sobiq yaqin ittifoqchisi Donald Trampni yolg'on gapirishda aybladi. Bunga AQSh prezidentining Italiya telekanaliga bergan intervyu sabab bo'ldi. Tramp G7 sammitida Meloni u bilan suratga tushishni so'rab yolvorganini aytgan edi. Meloni bu gaplardan hayratda ekanini va bular mutlaqo to'qib chiqarilganini bildirdi. Shuningdek, u Trampni g'arb dushmanlariga nisbatan eski ittifoqchilardan ko'ra ko'proq iltifot ko'rsatayotgani uchun tanqid qildi. Fransiyadagi sammit videosida Meloni va Tramp kichkina divanda yonma-yon o'tirib suhbatlashayotgani aks etgan. Ammo AQSh rahbari shunchaki unga marhamat ko'rsatganini shama qildi. U men bilan gaplashgandan xursand bo'lgandir. Men u bilan gaplashishga majbur emas edim. U men bilan suratga tushishni so'rab yolvordi. Men bilan rasmga tushishni juda ham xohladi. Rasmga tushmasdim-u, lekin unga rahmim keldi, dedi Tramp La 7 telekanaliga bergan intervyusida. Giorgia Meloni bunga javoban shunday dedi: Donald Trampning bayonotlari mutlaqo uydirma. To'g'risi hayratdaman. AQSh prezidenti nega ittifoqchilariga nisbatan bunday yo'l tutayotganini tushunmayapman. Ustiga ustak bu birinchi marta emas. Shuni aytishim mumkinki, u G'arb va AQSh dushmanlariga qarshi bunday qat'iyat ko'rsatmaydi. Aksincha, u yerlik rahbarlarga ancha yumshoq munosabatda bo'ladi. U bir narsani eslab qolish kerak. Men ham Italiya ham hech qachon yolvormaymiz, dedi Meloni.